Hammasi xo'jayinimga mana shu SMSlardan boshlandi. O'zi ha debam qanaqadir ovqat yegim kelyapti demeydilar. Har kuni telefon qilib nima yegiz kelyapti desam o'zing bilib qilur deydilar. Sizlarda ham shunaqa? Qanaqa ovqat qilib qo'ysam ham noz qilmasdan yeydilar. Muhimi shirin chiqsa bo'ldi. Har doim ovqat yeb bo'lganimizdan keyin ayolimni qo'llari dard ko'rmasin deb duo qilib peshonamdan opib qo'yadilar, rahmat ayt. Kechasi erta uxlolmayman. Eng erta uxlaganim 1 yoki 2. Shuning uchun ertalabga yaqin uxlab qolaman. Xo'jayinim kamdan kam ertalab choy ichadilar. Seni uxlayotganingni ko'rib tur choy tayyorlab ber deb uyg'otgim kelmaydi deydilar. Kechqurun hamma kiyimlarini, oyoq kiyimlarini tayyorlab qo'yganim uchun ertalab yotaver, turma, damingni olaver deb o'zlari kiyimlarini kiyib peshonamdan opib ishga ketadilar. Soat 10larda telefon qilib turdingizmi opog'oyim choy ichib oling deb qo'ng'iroq qiladilar. Ba'zi bir mijg'u erlarga o'xshab ovqatimdan qilgan ishlarimdan kamchilik topib chaynab o'tirmaydilar. Eng asosiysi meni hech kim chidab bo'lmas injiqliklarimga chidaydilar. Erimni erkatoyimanda. Shuning uchun jannatim erimni boshimda ko'tarib yuraman-da. Ishdan kelishlariga mendan ovqat hidi kelmasligi uchun boshqa kiyimlarimni kiyib, do'xaylarni sepib kutib olaman. Alohida yashashda yaxshi taraflari ham juda ko'pda. Hech kim boshingizda turib qilayotgan har bitta ishingizga tiqilib turmaydi. Shunaqa qilib tursa qilayotgan ishingizni ham yo'qotib qo'yasiz hayajonlanganingizdan. Dugonajonlar, sizlarda ham o'tgan safar eri shunaqa olib beruvdi, yana bunaqa olib beribdi-ya. Eshitdingizmi? Deb turib bir-biriga SMS yozib pichir-pichir qiladigan qarindoshinglar bormi? Lalitolar. Ishonsanglar, hayotimda bitta emas, bir nechta lalitolar bor. Qachon xato qilarkan, qayerda xato qilarkan deb istoriyalarimni, reelslarimni yotib olib kuzatishadi. Ayniqsa g'iybatimni qilib, tuhmatlarni qilib, oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin men bilan bitta tovoqda kulib ovqat yeyishadi. O'zim akkauntimni ko'rib qolmasin deb turib, bir nechta akkauntlar ochib kuzatishadi. Mayli, hammani o'rtasiga sovuqchilik tushiradiganlarga ham Alloh bor. Hech kim bilan ishim yo'q, uydan ko'chaga chiqmayman va men mana shu hayotimdan mamnunman. Mavzudan rosa chegaraga chiqib o'tlab ketdik. Xullas, Andijondan kichkina singlim mehmon bo'lib keladi. Bugun pochchasini SMSga binoan qo'llarimizni o'ynatib mantiq qildik. Shunaqa sochini chiqib xo'jayinimning duosini olib maza qilib yeb oldik. Kimda qanaqa savollar, takliflar bo'lsa kommentariyada yozib keting. Yoqimli ishtaha.